Salom obunachilar, sizlar bilan men Girafton. Bugun qorong'ida uy yasagan uylarim qanaqa ko'rinishini bu birinchi uy. Hamma jitil qilib chiroyli. Kechqurun basseynda ham cho'milsalaring bo'laring. Mana ko'ryapsizlar, dahshat ko'rinadi bu kechqurun. Bu undan ham dahshat. Dizayni xunuk, lekin mana uyda cho'monini qaranglar, oppoq chiroyli ko'rinadi. Keyin mana yaqinda qurdim. Video olmoqchidan o'xshamadi garuvchi. O'shanga mana muzlar suvda muz. O'shanga beyda hozircha obzor qila olmayman, beyam yorug' har holda. Endi mana o'tamiz. Mana uyda qaranglar, chiroyli bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Beyda muzdek suvlar sotadi, mana jitil brat. Jeyga turg'amabdi. Ular bitta onamizda idinna hozir qildi bermayman. Ularni shunga ichib ketadi. Bu senga uramiz. Shu uylarda remont qilmayman. Lekin har bitta uyda remont qilish uchun normalniy summa ketadi. Sizlar remont qilib menga qilib chiqaramiz. Remont qilamiz. Mana bola qanday o'qmalari. Mana chiroyli. Bularning hammasi bir xil. Mana noodatiy. Magazimma bir narsa qilmoqchi bo'ldim, lekin qilmadim. Hozirchalik meni demensiyadan qo'yib o'ymonlaring. Tepasi 2 qavatli uy. Qaranglar, 2 qavat chiroyli uy. Mana baxtamani ham uy chiroyli. Mana короче sizlar obuna bo'lak bosinglar. Endi men hozir endi men o'zimni uyimni ko'rsataman. Bangirofdan chiqib ketib qoldi vallahi. E'tibor qilmaysizlar, telefon sal qatyapti, endi yangi telefon olish kerak. Buniylar ham qo'y. Sekin yurmasam bo'lmaydi. Meni vallahi qorong'i endi bej. Sal bo'lsa ham remontda, lekin qorong'i. Bo'pti obunachilar, sizlar bilan men Girafton bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.